Ko'pchilik press podborshik ishlatuvchilarining muammosi shuki, nam holatdagi bedani presslashda qiyinchiliklarga duch kelishadi. RSA 98 esa bunga zo'r yechim bo'la oladi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun siz bilan RSA 98 press podborshigining afzalliklari to'g'risida gaplashamiz. RSA 98 Eron Islom Respublikasida ishlab chiqarilgan press apparat bo'lib, bu sizga bir kunda 3000 ta press bemalol ishlab chiqarib bera oladi. RSA 98 press podborshigining afzallik taraflari shundaki, ish jarayonida biror bir nosozlik bo'ladigan bo'lsa, mashina o'zini avtomatik ravishda to'xtatadi. Ya'ni 5 ta avtomatik to'xtatish mexanizmi o'rnatilgan. Boshqa press podborshiklardan afzallik tarafi shundaki, siz nosoz bo'lgan mexanizmni olib, soz holatga keltirib, uni qaytadan yana ishlatishingiz mumkin. Xizmat ko'rsatish servisidan sizga muammo bo'lmaydi. Barcha zapchastlar bizda mavjud. Siz uchun eng yaxshi tanlov RSA 98.